Yosh onalarimiz farzandli bo'lgandan keyin bolalarimga qanaqa qilib parvarish qilishi, qanaqa qilsam ekan, qanaqa bolaga qarasam ekan, qanaqa kasha bersam ekan, terisida toshma toshdi yoki bichildi chov sohalari, qo'ltiq sohalari yoki yuzlarida allergik toshmalar toshdi yoki bolam ko'p uxlayapti yoki bo'lmasam ko'p yig'layapti yoki bo'lmasam bolamni qorni to'yyaptimikin, nimaga bu yig'lab menga ovqat so'rayaptimi degan xabarlar bilan bizga murojaat qilishyapti. Endi shu onalarga mabodo birinchi farzandli bo'ldingiz, bilmaysiz, siz ikkinchi, uchinchi farzandli bo'lgan ayollar buni ustida ishlab, ko'p ishlab, ya'ni o'pitligi juda ham oshib ketdi, bilishadi. Lekin yangi tug'ilgan chaqaloqqa parvarish qilishi yangi onalarimiz, ya'ni birinchi farzandli bo'lgan onalar bunga qiynalishyapti. Ba'zan qorni to'ymayapti, kasha tanlashda adashib qolishadi. Ba'zan ichib ketganda yo'q, sariq, silizi yo'q deb o'ylashadi. Yoki bo'lmasam turli xil yig'isidan ham har xil bolalarimizni ajratib olishimiz mumkin. Masalan, bolamiz og'riqli yig'laydi, yoki bo'lmasam och qorniga yig'laydi, yoki bo'lmasam nevrologik monotonni yig'li bilan murojaat qilib qolishadi. Shuning uchun biz onalarga aytmoqchimizki, agarda sizda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizani Emamet klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga biza parvarishlar haqida yoki bo'lmasam o'sha bolamizni cho'miltirishi bormi, yoki bo'lmasam axlatidagi o'zgarishlari bormi, qachon sizga shu narsa xavf soladi, qachon bolangizga xavf solmaydi bu narsa, sizga hamma takliflarimizni, savollaringizga bizda mutaxassislar, nevropatologlar, oliy toifali hamshiralarimiz parvarishlarni sizlarga o'rgatishadi yoki bo'lmasam oliy toifali shifokorlar sizlarga yordam berishga tayyor.